yana xato oldu. Yana xato oldu. Zaten qancha yildan keyin to'g'ri notini topa olaman. Hayat Xitoy yarışari. Men oxiri muvaffaqiyat qozondim. To'g'ri notini oxiri tepib chiqdim. Men endi barliq alvasti, jin shaytonlarni yig'ib, yaksharini o'zimga al qildiraman. Alvasning harakatini hech kim to'sib qololmaydi. Biroq da biz alvaslarni qandoq to'saymiz? Quloq sol o'g'lim. Jek bilan alvas yo'qotqushlardan bo'laman deyotgansizlar. Oldi bilan ularni qo'rqmas bo'lishinglar kerak. Qo'rqmadim. Kim qo'rqdi? Jiddiylashyapti men shu. Ozroq jiddiylashdim. G'alati ish qo. Burnim tortishyotdi. Mashina alvas ekan. Bu kishining degani to'g'ri. Bu kanda haqiqatan alvas topa. Berib ko'rib baq o'g'lim. Men o'rgatgan usul bo'yicha aydi bilan berib bu alvaslarni yo'qotinglar. Alvas yo'qotish quroli bilan o'ldiramizsanglar. Bomba ishlatinglar. O geldi. Vay can, adaletsizlik bo'ldi. Boshqa alvaslar nimishqa to'salg'ulardan o'talaydi. Uni darhol o'ldiringlar. Bu alvas endi tariqqa aylangan bo'ldi. Biz ularga yordamlasak bo'g'idek. Vay voy, sizlar tezroq bo'lsanglarchi. Oh, tez vaycan. Yana odamga aylangan yaxshi ekan. Alvasni ko'rmay taskan. Men qaytib kelaman. Burada ishni buzib qo'ydikmi qandoq? Yo'q, sen bir kechada qaltis odam bo'laman deb o'ylama. Bizmi ko'p yil mashq qilgan. Ishqinglar cho'qim qaltis alvas yo'qotqushlardan bo'lib qolasizlar. Qarab turinglar, ha? Alvas yo'qotadiganlar nada? Kimga qilyapti? Men degan alvaslar shohi. Barliq alvaslar va yomon odamlarning dahisi. Sizlar bayili bir alvasini yo'qotdinglar. Biroq meni hargizmi yo'qotolmaysizlar. Tushundinglarmi? Nəhayət əfsus. Bu qədər sən xatalaşdın. Sizlar meni tutolmaysizlar. Biroq seni tutib bo'ldik. Meni qo'yib etinglar. Yo'q ishlarga aralashib oladigan insonlar. Tez kelib bana hamroh bo'l. Oy yo'q. Bu alvasda nereden kelgandi o? Bilmayman. Uni men taqabul turay. U endi tariqqa aylandi. Ansirmanglar. Biz bu yerni pichatlab etaylik. Balkim necha 100 yildan keyin bu yerga odam kelmasligi mumkin.
96 yıl, 97 yıl, 98 yıl, 99 yıl, 100 yıl. Ben bu yagi 100 yıl kamaldım. Hem de çitigiciliğim kalmadı. Toxta, yanında mənmi ba? Bu 100 yılda seni xeyli düşünüp qalğınımdan naydım xuşal mən. Çünkü Oy. Ben sana netçi milyon katım dedim. Ses ağzını yum. Oy, mən üzü qaldım Goodfellow. Ciddi. Sırtta birisi bakın. Oy, başqa şöpəranla mən bilən oynaşını xalamaydıkən. Ben billa oynaşına xalayman. Mənim dostum, sən nədə? İşine keynede mini çıkıp etsanla oynayman. Sən mi şöpəran, şundaqmı? Şundaq. Ben elbet şəpərəm. Ben solunub qamasığım gerek idi. Meni tez qutuldurup al, tez bol. Ha? Erkinlik çıktı. Ahır erkinlik çıktı. Oy, o şöpəran əməskən yalğan sözləbdi. Alvasçayı toxtabdır məmə ba. Mən ulanı tozuşum gerek, çaqqan bolay. Oldu. Oldu bilen başka alvaslarını yığıp alvaslar guruhunu teşkilleyme. Andın vaktini 100 yıl keynigi yandırıp 80. yılgı verip alvas yokutuş etrafını kumran kılaman. Ben çokum kalbi kılaman. Biz keldik. Sizlar alvasda yo'qitish kasbiga varis qilman deydigansizlar. Oldi bilan bu ishxona bilan tanishib chiqishinglar kerak. Oh, bu ishxona o'tgan qaytim kelganga qaraganda butunlay o'zgarib ketibdi. Soat 9 bo'ldi. Ünalgılık telefonga ulan mısın? Yaxshimisiz? Bu alvasni yo'qotish atratining unalg'u telefoni. Siz to'lima talaylikkansiz. Ular ishxonada yo'q. Ah, biz bah. Vay. Ula telefonu koyup etti. Ah, bu zaten imiş. Bu alvas ko'z televizori. Televizorda yaxshi programmalar bor. Boshqa kanallarni ko'rib boqaylik. Kanal yükümekçi bu. Benim kulaklarım süsküldürüm. Aram ilovatıdı. O, qandaq narsa? Onun ismi Jesse. Alvas yo'qotish uskunalarining hammasini u kashf qilgan. Uning ko'ngliga sen azar berib qo'yding. Kechirgin Jesse. Biz do'stlab qolaylik. Ma'qul. Bo'ldi o'g'lim, endi aramalaylik. Ati aydi ishxonaga alvas yo'qotishning texnik ko'p texnikalarini o'rgatamiz. Bek yaxshi bo'ldi. Men alvasni yo'qotishning barliq mahoratlarini o'rganib olsam deyman. Oh! Mening yangi qo'mondonlik shtabim putaydab qoldi. Men yiqqan alvaslar nada? Ular ustida qalaymi qilyapti. O batchig'arlarni chaqirib kel. Tez bo'l. Bo'la. Mana hazırla boraman Shohim. Hey, chatga o'tinglar xonimlar. Bu uy mening ilkimda. Bu yerda balkim dengizning ko'gili bo'lishi mumkin. Bo'ldi qil qeri. Bu uy degan meniki. O uyda nurg'un aynaklar bor ekan. Bu uy mening. Bu uy
Öyde nurluq ay nurma benimse. Adaletsizlik bo'ldi. Alvasti shohi oy nuri tushib turadigan uyni menga berdigan bo'lgan. Ah, alvast şahi sizlarning aqiplarni pastga tez tushsin davatdi. Uqishdingmi? Hozir yo'qlama qilaman. Har qaysing o'zingni ma'lum qilish. Ha, ismi Vegas. Kelgusidagi yavi bo'ra. Mening ismim Misu, tuman ayol ilahi. İsmim Gekro. Deniz matrosi. İsmim Chavandoz Tam Franso. Men dunyodagi eng eski chavandoz bo'laman. İsmim Ovlish, eng aqlli jadigar bo'laman. İsmim Hunter. Madaniy alvasti. Yemeklik ovchisi. İsmim Farzad. Qo'rqinchli muzik peshivasi. Mening ismim Sigari Stephen. Men mashhur odam bo'laman. Nəhayət yaxşı. Hazır Alvaslar təşkilatı rəsmi ticarət başlaydı. Men rəhbərligimdə biz yer şarını boysundurumuz. Qulaq seringlar. Oldi bilan sizlarning ish taqsimotlarini aniq qilib o'tay. Mezullah bilan Forzat 100 yil keyniga yenib 1980-yilga beringlar. O yerda Alvas yo'qotish atlatini vayron qilasizlar. Ularni mundaq bo'ysundirasizlar. Alvasti yo'qotquchilar. Ishtiroyi muzikasi ularning ro'yini qaytirib keladi. Ular uyg'onganda o'yinning qizig'i chiqadigan bo'ldi. Jeshkaroy, hech ishongim kelmaydi. Sizni televizorlarda ko'ratdim. Endi meni ziyorat qilib keldingizmi? Meni xo'jayinim evatdi. Men alvasti baliqiga faqatla ishonmayman. Oy, nima ish oldi? Alvastining o'yini ishonamsiz? Nima degan qiziqarliq. Bu alvasti yo'qchi qurol bo'lsa ko'pchilikka bir mahorat ko'rsatib baqmamsiz, ko'rib baqayli. Bo'ladi. Bu qurol alvastlarni boshqa bir bo'shliqqa olib tashlaydi, ammo ular o'lmaydi. Televiziyada ziyorat qilganda sizlar bu qurolning kuchini ko'rsatib bera olamsizlar. Buni qilolmaysizlar, shundaqmi? Chunki azaldan alvasti degan narsa mavjud emas. Shunaqa. Oy. Nima ish bo'lganda? Bu nima ish? Undaqda biz televizorda mahorat ko'rsatib bersak, siz dunyoda alvasdan baliqiga ishonamsiz. Chataq yo'q. Agar siz qilolmasangiz, sizmi alvasning yo'qligiga iqror bo'lasiz. Ma'qulmi? Shartingiz bek egri bo'lib ketdi, xeyna. To'g'ri, Jek. Biz juma kuni ko'rishaylik. O chaqda siz alvastidan birasini og'ash borasiz. Ma'qulmi? Sizni alvasdan baliqiga cho'qim ishondirmiz, xeyna. Muxbir ketdimi? Shundaq, sen nima ko'ryapsan? Haqiqiy qo'rqinchli kino ko'ryapman. Buni bir to'p olvoslar kelgusiga hujum qilib, hamma narsani to'nglatib yedi ekan. Kirodi Chavandoz, hamma narsani yig'ib ol, tez bo'l. Haydi, televizordagi alvasti shohi. To'g'ri, Mezullah. Bu yuxtumallaring bilan shaharni qorong'ilashtir. Biz shaharga oxiri ega bo'ladigan bo'ldik. Bu kino emas. Alvasti ko'rsatish televizori sana amaliyotni ko'rsatyapti. Jesse, tez berib dadamni chaqirib kel. Hozirli boray. Biz harakatga kelsak bo'ladi.
foydalanish qo'llanmasi. Oh, eydi, qara. Alvasты tutuş qo'llanmasga. Alvastını qandaq tutuş kerak deydi. Texi hech kim o'qib baxmapti. Vah, nima degan esil asboblar bu? Shundaq, bek yaxshi oldu. Alvasты yo'qitish atirtining kurash maxfiy tarixi ekan. Yana texi vaqt olib ketadigan mashina mı bor ekan? Qarag'ina. Kesib aytalaymanki, bularni dadamni ko'rib baxmagan. Nim bo'ldi, Jesse? Chatoq bo'ldi. Yo'q turdi. Yo'q turdi. Bu nim degina? Yo'q turdi. Ular hergiz bir ish bo'lmaydi. Meningcha cho'qim bir ish bo'ldi. Alvasты bor ekan. To'g'ri. Bu cho'qim Alvasты Shohining ishi. U kelgusiga qo'l sunyotidi. Eydi, Kruis. Endi biz ularning adabini berib, dadimizni topaylik. Bulamdi. To'g'ri, biz yo'lga chiqaylik. Alvasты tutishga tayyorlik qilaylik. Eydi, sen bay tarixning kunupkisini desep sağa o'xshaysan. Endi biz kiyimimizni kiyib, safarga atlanaylik. Atlanaylik! Birodarlar, bu qayta mashina ishlatmoqchi bo'lsanglar, oldin ala telefon qilib qo'yinglar. Bo'lamdi. O gap qilalaydi ekan. Albatta, bu orangutan shopir bo'ladigan ish bo'lsa, cho'qimli gap qilaman. Meningcha Alvasты Shohi dadimizning kelgusiga ip ketdimikin? Meningcha ularni qutuldirishda faqat birla amal bor. Tayyorlik bitdimi? Vaqtni teziltib, kelgusiga atlanaylik. Qandaq, ha? Atlanaylik! Alvasты g'arni yo'qotishning davomini ko'gaysizlar. Endi keyingi qismdagi esil ko'rinishlardan hozirlaninglar.